bizlarga bergan shu manzalarni men qilib qaytargin ya Rabbim. Payg'ambar Muhammad saloni jannati qo'shnilariga nasib qilgin ya Rabbim. Sen so'llardim yüzükle başlandım inşallah'ı. So'llarga inşallah Rabbim inşallah'ım. Ya Rabbim Allah'ım şimdi özgür kullara Amin. Amin. Hezlar ihson qilib qoling. Mana bu plastik raqamini o'zingizga omonat deb biling. Sizga eslatdik. Bundan so'ralamiz biz. Bu omonatlar. Siz ham eslatuvchi bo'ling, befarqlardan bo'lmang. Allohim bu amallardan o'zi rozi bo'lsin, dargohida qabul qilsin, ota-onalarimizdan rozi bo'lsin. Bu amallarni Robbim ota-onalarimiz nomlaridan o'zing qabul ayla. Robbim bu amallarni o'zing bardavom ayla. Bu ulug' ishlarni bor bo'lishligi imkoniyat eshiklarini ochib bergan yurtboshimizdan o'zing rozi bo'l. Muftiy hazratlaridan o'zing rozi bo'l. Bu safda qo'rqmasdan turib berayotgan sahiylardan, xizmat qilayotganlardan, xolislardan o'zing rozi bo'l. Ko'rib bilib turibsan Robbim. Mushkullarimizni o'zing oson qil, holatlarimizni o'zing rozi bo'ladigan holatlarga o'zgartir. Bizni yanada kuchli qil Allohim. Bu ishlarni bardavom ayla. Bundan-da keng barokat ber ya Robbal alamin. Adashtirib qo'yma. Bizlarni yomonlardan saqla, fitnachilarga o'zing kifoya qil Robbim. Allohumma solli va sallim va barik. 26 million so'm pul, mana toycha olib, onajonga berib qo'yasiz. 2000 dollar pul. Buni kam ko'siylik ishlatinglar. Alloh salomat qilsin. Hali ko'p yashashingiz kerak. Umringiz uzoq bo'lsin. Kuzatamiz Xudo xolisa inshaalloh sizni. Xullas aytlar hamma gapni aytib bo'ldi. Endi bu gaplarga amal qilish qoldi xolos. Alloh bizlarga insof bersin. Birgalikda biz katta kuchimizni esingizdan chiqarmang. Vaqf xayriya jamoat fondi. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.